hamma joyda hit bo'lgan SPF mana olib keldim. Men faqat buni SPF-ni makiyajim qilgandan keyin sepaman. Chunki undan oldin SPF turdim. Bu qizlar oddiy SPF emas. Bu shunaqa kubikda bo'ladigan, ochib sepiladigan SPF. Wow! Muzlatib qo'yar ekan yuzimni. Shuncha zo'r. Bu SPF plus 50 qizlar 2 har 2 soatda SPF obnovlash qilish kerak. Buni sepsiz bo'g'uradi ko'chada ham hamma joyda makiyajni o'tirmaysiz. Shuni ishlatib bo'g'urasiz sразу. Shuncha zo'r. Tomimni ochib olish kerak ekanda. Voy, buncha zo'r. Buni dozatorini qaranglar. Sizlar do'konimda bor. Zo'r trendoviy SPF 377 nomi. Dastavkamizda bor. Dastavkamizda Toshkentga ham yo'llagan bor. Bu SPF makiyajdan oldin ham, keyin ham sepsilar bo'ladi. И plus muzlatish ham yoqdi menga effekti. Такой muzli effekt berar ekan. Chuvaslar muzdek, такой yuzingizda muzdek bo'lib qoladi, и qotadi. Dozator вообще yoqdi.